Odam bolasi borki, xato qiladi. Gunoh qilmaydigan odamning o'zi yo'q. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, odam bor, xato qiladi. Endi xato qilishlarda eng yaxshisi tavba qilib o'tsin. Mana samaralarni aytdik 20 tasi. Endi mana shu so'zlarni, mana shu aytilgan dorini Qur'ondan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlaridan dalilni keltiramiz. Istig'for samaralari, aqlni rohati, ko'ngil kengligi, nafs xotirjamligi, qalb oromi, dunyo matosi kerakmi? Istig'forni lozim tutaylik. Alloh taolo aytadi: "Istagfiru robbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana." Hud surasi. Hud alayhissalom o'zining qavmi, Od qavmiga shunday xitob qildi: Parvardigoringizdan mag'firat so'ranglar. So'ngra uning o'ziga tavba qilinglar. Shunda u sizlarni ma'lum muddatgacha, ajallaringiz yetgunicha chiroyli mato, rizq bilan bahramand qilar. Insonning dunyo matosi keng bo'lishligi, qalbi xotirjam bo'lishligi farovon hayot. Od qavmi bo'ylar nihoyatda baland, jismonan baquvvat, boy, kuchli xalq bo'lgan. Keyingi oyatga qaraymiz. Jasad quvvati, musibatlar, kasallar, kamchiliklar, vahimalardan omon bo'lishni xohlaymizmi? Istig'forni lozim tutaylik. Alloh aytadi: "Istagfiru robbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara va yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Hud alayhissalom yana qavmiga nasihat qiladi. Ey qavmim, Parvardigoringizdan mag'firat so'rangiz. So'ng unga tavba tazarru qilingiz. Shunda u zot ustingizga osmondan yomg'ir quydirar va kuch-quvvatlaringizga yana kuch-quvvat qo'shar. Jinoyatkor, gunohkor bo'lgan holingizda yuz o'girib ketmangiz. O'zi quvvati yetarli ularda. Lekin Allohga shirk keltirib, payg'ambarga osiy bo'layotgan odamlarga istig'for aytsanglar, gunohinglar ham kechiriladi, rizqinglar ham keng bo'ladi, yomg'ir ham serob bo'ladi ustinglarda. Bu istig'for orqasidan bo'ladi. Astagfirulloh va atubu ilayh. Juda oson, lekin qalbimiz g'ofil bo'lib qoladi bu kalimadan. Musibatlarni daf qilishni, baxtsiz hodisalardan omon bo'lishni, fitna, fasodlardan qutulishni xohlaymizmi? Istig'forni lozim tutaylik o'zimizga. Alloh aytadi Qur'onda: "Va ma kana Allohu liyu'adhibahum va anta fihim, va ma kana Allohu mu'adhibahum va hum yastaghfirun." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Makka mushriklari aytishardi: "Sen haq payg'ambar bo'lsang, ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, osmondan balo tushadi, itoat qilmasanglar deyapsan. Yog'dir shu baloni. Ko'raylik, rost payg'ambar bo'lsanglar." Shunda Alloh taolo shunday dediki: "Modomiki siz ularning orasida ekansiz, ey Muhammad alayhisalom,